Shu farzandi deb aka ukani orasini buzib qo'yishini bilmasdan yomonlab qo'yar ekan. Bu aka uka yaqin bo'ladi bir-biriga. Bu xotin yot bo'ladi. Buni bilmaydi, tushunmaydi ular. Aka ukani hali farzandlarda ayab ko'chada, "Ey, unday yurma, bunda qilma" deb so'kkanini to'g'ri tushunib olar ekan. Tushunib olib, seni akang o'g'limizni o'rtoqlarini oldida mana qilib haqorat qilibdi. Yo bo'lmasa qizimiz ko'chada ketayotgan ekan, mana unday yur, bunday kiyinma deb uribdi ham deydi. Ikki uch marta shuni gapirgandan keyin aka uka gaplashmay qo'yar ekan. Mana shu ishni qilmaslik kerak ekan. U jarga aylanib ketar ekan, keyin borib gaplashmay ketar ekan. Shunaqa paytda kuyov bir narsa deyish kerak ekan xotinga qarab. U bunday deyish kerak ekan. Akam agar shuna qilgan bo'lsa, qizimizni so'kkan bo'lsa, haqorat qilib odamlarning oldida uyaltirgan bo'lsa, u yaxshi yo'lga kirsin deb qilgan. U meni jigarim, meni bilan bitta qorindan tushgan, u shu yomon yo'lga kirmasin deb buni urishi ham mumkin desa qutular ekan. Bo'lmasa har ko'rganda bir bunday tomizib qo'yar ekan. Akang mana debdi, ukang mana qilibdi, keyin gaplashib ketadi. "Voy, men ko'rganman bular." Shu ishni qilmaslik kerak. Yutish kerak. Go'daklik chog'larimdan ayt, quvonchim seni akam bo'lsang. O'ynagan bog'larimdan ayt, yupanchim seni akam bo'lsang. Yiqilsam suyab turgizgan, opichlab suvdan o'tkizgan, cho'milgan soylarimdan ayt, suyanchim seni akam bo'lsang. Qo'ling cho'z, yo'lda qolsam gar, qo'yib ketma uzoqlarda. Ki kalbim qiynalarda oyim, ko'rarman deb so'roqlarda. Ana endi singillaringiz bir yuziga qarang. Qizlaringizni ham yuziga qarang. Qizingizni bunday qarasangiz o'zingizni topib olasiz. Betida o'zingizni bir joyini topib olasiz. Ota-onani mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. O'g'il bolani beti ko'proq onasiga o'xshar ekan. O'zini otasini betini o'g'liga beryapti-da, unga tan bermaysanmi Xudoning qudratiga? Naslda shular tarqatar ekan. Shuning uchun qiz tug'ilsa xafa bo'lmanglar, qiz tug'ding deb. Bu qiz dunyodagi Allohdan keyingi yaratuvchi shu qiz bola bo'lar ekan. Sal bunday. Ota-onani mehri daryosi ham faqat qiz bolada bo'lar ekan.